Mana 25 mingga lazer olib kelib damlanyapti. 25 minglik lazer cho'zilgan. Shunaqangi uzun bo'lib ketdi guruch. Og'iz ocharga ham mana xudo xolasa 10 minutcha qolibdi. Bugun endi Ramazonda oxirgi iftorligida ertaga hayit xursand bo'lish kerak. Bugun Ramazonda oxiri Ramazon chiqib ketyapti mana. Xafa bo'lish kerakmi, xursand bo'lish kerakmi? Shu Ramazon bahona ayrim tanish bilish o'rtoq yarimlar sigaretini chekalmayapti turuvdi. Nosini chekalmayapti turuvdi. Endi Ramazon tugab bilmadim endi. Hammaga hayit, ertangi hayit xudo xolasa muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Mana og'iz ocharga hozir xullas 5-10 minut qoldi. Oshni buzamiz. Hali 25 minglik osh. Guruchni kilosi 25 mingdan olingan lazer. Bitta ko'raylik qani. Probaga birinchi marta qildik. Dadam damlaganda men buzib kelaman. Bu guruchning uzunligini qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar guruchning uzunligini. To'g'risi endi ko'p osh buzmaganman. Qilib so'raman endi. Haqiqatda guruch rosa cho'zilar ekan. Bugun endi oxirgi iftorlik-ku, xudo xolasa. Omlashdi. Qani mana ko'ringlarchi oshdi. Yaxshi bo'pti. Guruchi zo'r ekan. 25 mingga. 1 kilo mana shu. 1 kilo guruch.